suvda akula bilan bitta bo'lgan hayvon zombilar paydo bo'lishgandi. Xullas kalom, endi akulalar suvdan chiqib oyoqda yurgandan keyin qayerga qochib qutulish mumkin? Biz yo'q ko'proq men emas, do'stim Javohirga eng qiyin edi. Ha, albatta, u yo'llarni tekshirib kelardi. Meni oldimga bekitib qo'ygan joyiga qaytib kelguncha menga tashlanib qolishardi o'sha zombilar. Hayvon zombilarni bir amallasa bo'lardi, chunki ular yirikkina edilar, lekin oddiy tentak zombilar yoki bo'lmasa qizil toshmalilarni esa har yerda uchratish mumkin edi. Ha, yaxshiyam ularni aqli yo'q ekan. Agar ularda aql bitib qolgandami, holimizga maymunlar yig'lardi. Endi biz shunday sayohatda davomida men yana bir narsani bildimki, bunaqa zombi virus faqatgina odamlarga ta'sir qilar ekan. Hayvonlarga esa bunaqa ta'sir qilmas ekan. Chunki biz qanchadan-qancha turma-tur oddiy hayvonlarni uchratdik-ku, biroq zombiga aylangan hayvonlarni uchratmadik. Hattoki zombilar orasida yurgan hayvonlarga ham unaqa aylanganlarni yoki tashlanuvchan bo'lib qolganlarni uchratmadik. Menimcha hayvonlar zombiga aylanmaydilar, faqatgina odamlar. Lekin biz shuncha sayohat qilganimiz bilan, ya'niki odamlar istehkomigacha yetib olgunimizgacha qadar ham 3 kun mobaynida biz bironta gibrid zombi, ya'niki odam va zombi birlashmasi bo'lgan gibridni uchratmadik. Menimcha ular nihoyatda kamyob bo'lsalar kerak. Ya'ni ularning gibridlarga aylanish ehtimoli odamlarda juda kam. Men shunday o'ylay boshladim, chunki bunday fikrga kelishimga sabab gibridlarni biz boshqa zombilar qatori kabi juda tez-tez uchratmadik ham.